Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qırındaşlar, hazır huzurunlağı sunulduğumuz Muhammed ibn Süleyman el-Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'il Usul ve Mecmu'uz Zavaid, yani Hadisler Toplamına alıq kitabının 9. tomu. Bu kitabını Stuqburaxan Ma'arif Neşriyatı 2010 yılı İstanbul'da neşir qılğan bolup, Teşkilligiçi Doktor Alimcan Ataullah, tercüm qılğıçı Stuqburaxan Ma'arif Neşriyatı tercüm bölümü, tercüm tehriri Abdülakim Han Mahsum, Abdülxaliq Abdülbaqi Uygur ve Mömincan Sıdıq, Muharrir Sabircan, Betçik Aruz Toxti. Biz baştaki 8 tomunu oqğandakla bu tomdumu en aval kitapını başlaştım burun. Bu kitapta uçuraydigan bir qism hadis atalgıları qısqa tushuncha berib o'timiz. Burun anglab bo'lgan qarindoshlarga takrar bo'ladi. Al ilmu harfun va takraru alfun debdikan. Yangidan anglayotgan qarindoshlarga yaxshi bir tushuncha bo'ladi. Mush kitobni boshlashdan burun yana bir qitim eskartib o'taman. Biz bu kitobdan faqat sahih va hasan darajalik hadislarni tanlab o'qidik. Ondan tuvan darajalik hadislarni zaif, matruk, maqtu yoki munkar yoki intayin zaif, mudallas degandek hadislarni atlab o'tib ketdik. Faqat Imom Buxoriyning muallaq hadislarini o'qidik. Alloh hammamizga boylik ato qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Bu kitobda uchraydigan bir qism hadis atalg'ilariga qisqa tushuncha. Sanad. Hadisshunosdan toki hadisning tekstiga tutashqicha orliqdagi raviylar zanjiri sanad deyiladi. Sahih. Birinchidan, sanadi muttasil, bir-biriga izchil tutashgan bo'lgan, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan toki hadis shunosqisi bo'lgan sanad zanjirining hammasidagi raviy mazkur hadisni o'zidan burunqi raviydan bevosita olgan. Ikkinchidan, hamma raviylari balog'atga yetgan va aqli hushi joyida, ixlosmand musulmon bo'lgan. Üçüncüden, hamma raviylari hadisni pishqat elish yoki yezib qoldirish qobiliyatiga ega bo'lgan. To'rtinchidan, hadis shoz bo'lmagan, ya'ni ishonchli bir raviyning hadisi uningdan ishonchliroq yana bir raviyning yoki bir qancha raviyning hadisiga zid bo'lmagan. Beshinchidan, hadisning sahihligi ta'sir etkazadigan biror illat, qusur bo'lmagan, ya'ni mazkur 5 shart topildigan hadis sahih deyiladi. Bu turdagi hadisga amal qilinadi. Hasan. Sahih hadisning barliq shartlari topilgan, faqat 3-chi shart hisoblangan pishqat elish qobiliyati bir oz tuvan bo'lgan raviy tarafidan rivoyat qilingan hadis hasan deyiladi. Bu turdagi hadisga amal qilinadi. Sahih va hasan. Agar hadis 2 yoki uningdan ko'p sanad bilan rivoyat qilingan bo'lsa, mazkur hadis bir sanad e'tibori bilan sahih, yana bir sanad e'tibori bilan hasan deganlik bo'ladi. Shunga bundaq hadis bir vaqtda sahih va hasan deyiladi. Navoda hadisning sanadi bir bo'lsa, bundaq hadis bir qism kishilar tarafidan sahih, yana bir qism kishilar tarafidan hasan deb qaralgan deganlik bo'ladi. Bu turdagi hadisga amal qilinadi. Zaif. Hasan hadisning shartlaridan birasi topilmay qilib, hasan darajasiga yetilmagan har qanday hadis zaif deyiladi. Zaif hadislarning darajalari sanaddagi biror raviyning yoki bir qancha raviyning shartiga to'liq loyiq bo'lmasligiga ergashib farqli bo'ladi. Bu turdagi hadis intayin zaif bo'lmasa, bir qism olimlarning qarashicha ma'lum shart ostida amal qilishga bo'ladi. Tafsilot uchun hadis haqida qisqa tushuncha degan temaga murojaat qiling. Intayin zaif. Hadisning sanadida yoki tekstida uning zaifligiga sabab bo'ladigan bir qancha illat topilsa, mazkur hadis intayin zaif deyiladi. Bu turdagi hadisga amal qilinmaydi. Sanadi sahih. Aslida bir hadisshunos bu hadisning sanadi sahih degan bo'lsa, sahih hadisning oldingi 3 shartiga to'liq kafolat qilganligini, lekin oxirgi 2 shartni isbotlashga kafolat qila olmaganligini ko'rsatadi. Biroq hadis tadqiqot ilmida to'lilgan biror hadisshunos bu hadisning sanadi sahih degan, ammo bundaq deyishning illatini bayon qilmagan bo'lsa, bu holda mazkur hadisning tekstimi sahih bo'lgan bo'ladi. Sanadi hasan. Sanadi sahih hadisning sanadining shartlariga to'shmaydigan, faqat
Hasan hadisning sanadining shartlariga to'shadigan hadis sanadi hasan deyiladi. Sanadi zaif. Hadisning sanadida zaiflikka sabab bo'lgan biror illat topilsa, mazkur hadis sanadi zaif deyiladi. Sanadi intayin zaif. Hadisning sanadida zaiflikka sabab bo'lgan bir qancha illat topilsa, mazkur hadis sanadi intayin zaif deyiladi. Muallaq. Hadisshunosdan toki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan oraliqdagi butun san'at yoki sahobagacha bo'lgan oraliqdagi butun san'at va yoki tobiingacha bo'lgan oraliqdagi butun san'at ko'tarib o'tilib rivoyat qilingan hadis muallaq deyiladi. Aslida bu turdagi hadisga amal qilinmaydi. Ammo Buxoriy va Muslimda kelgan muallaq hadislarda dedi, aytdi degandek keskin lafzi bilan kelsa, sahih hadisning hukmi beriladi. Deyildi, aytildi degandek ehtimollik lafzi bilan kelsa, unda hadis tekshirilib, ondan baho beriladi. Mursal hadisning sanadida tabiindan ilgari kishi, ya'ni sahoba tushib qolgan, ya'ni biror tabiin mazkur hadisni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq deganicha o'zi bevosita boshlab ketgan bo'lsa, bundoq hadis mursal deyiladi. Aslida bu turdagi hadisga amal qilinmaydi. Ammo ba'zi shartlar ostida amal qilinadigan mursal hadislar bor. Mu'zal. Sanatda 2 yoki uningdan ko'p kishi orqa-orqadan tushib qolgan hadis mu'zal deyiladi. Bu turdagi hadis zaif hadislarning bir turidir. Munqati. Sanat mayli beshidan yoki o'ttirsidan va yoki oxiridan bo'lishidan qat'iy nazar uzilib qolsa, ya'ni oradan biror raviy tushib qolsa, mushunday hadis munqati deyiladi. Bu turdagi hadis zaif hadislarning bir turidir. Mudallas. Sanatdagi biror ayibning yoshirilib, uning sanadining tashqi holatining chiroyli ko'rsatilishi mudallas deyiladi. Bu turdagi hadis zaif hadislarning bir turidir. Metruk. Hadisning sanadida yolg'on aytilganligi bayqalgan biror raviy bo'lib qolsa, bundaq hadis metruk deyiladi. Bu turdagi hadisga amal qilinmaydi. Munkar. Hadisning sanadida ko'p xatolashgan yoki beparvolik qilgan va yoki fosiqlikqa oshkorlanib qolgan biror raviy bo'lib qolsa, bundaq hadis munkar deyiladi. Uningdan boshqa yana hadisi zaif birining rivoyati ishonchli birining rivoyatiga zid bo'lib qolsa-mu, uning hadisi munkar deyiladi. Bu turdagi hadisga amal qilinmaydi. Muztarib. Bir-biridan farqli bir qancha shaklda rivoyat qilingan, ammo daraja kuchi jihatda hamma shakl tanishib qoladigan, lekin mazmuni bir-biriga zid bo'lgan, qaysining qaysidan kuchli ekanligini ayirg'ili bo'lmaydigan hadis muztarib deyiladi. Bu turdagi hadisni tekshirib, bir rivoyatning, yana bir rivoyatning kuchlik yoki sog'lom ekanligi bilinsa, amal qilinadi. Bo'lmasa, amal qilinmaydi. Shaz. Ishonchli birining rivoyat qilgan hadisi, uningdan ishonchli birining hadisiga zid bo'lib qolsa, bundaq hadis shaz deyiladi. Bu turdagi hadisga amal qilinmaydi. Quddusi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Parvardigori Alloh taolodan bizga rivoyat qilib bergan lafzi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga, ma'nisi Alloh taologa oid bo'lgan hadis qudusiy deyiladi. Bu turdagi hadislarga baho berish qoidasi bo'yicha sahih, hasan, zaif, mavzu qatorliq turlarga bo'linadi. Marfu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga oid so'z yoki ish harakat yoki ma'qulluq va yoki biror sifat tasvirlangan hadis marfu deyiladi. Bu turdagi hadislarga baho berish qoidasi bo'yicha sahih, hasan, zaif, mavzu qatorliq turlarga bo'linadi. Mavquf. Biror sahobiga oid so'z yoki ish harakat va yoki ma'qulluq tasvirlangan tekst mavquf deyiladi. Bu turdagi rivoyatlarmi hadisga baho berish qoidasi bo'yicha sahih, hasan, zaif, mavzu qatorliq turlarga bo'linadi. Maqtu. Biror tobiinga yoki uningdan keyingi kishiga oid so'z yoki ish harakat tasvirlangan tekst maqtu deyiladi. Bu turdagi rivoyatlar hadislarga baho berish qoidasi bo'yicha sahih, zaif, mavzu qatorliq turlarga bo'linadi. Muttasil. Sanadi marfu yoki mavquf holatda tutashgan hadis muttasil deyiladi. Bu turdagi hadislarga baho berish qoidasi bo'yicha sahih, hasan, zaif, mavzu qatorliq turlarga bo'linadi. Yuqorida bayon qilingan mazmunlar hadis ilmiga munosabatli sahobalarning asosiy qismini o'z ichiga olgan. Biz faqat o'qirmanlarimizning bilib olishiga tegishli muhim masala
va atalg'ularni qisqacha tushuntirib o'tdik. Kitobxonlarimizning har bir hadisni o'qish jarayonida shu hadisga berilgan bahoni nazardan soqit qilmasligini va shuning qarata foydalanishni umid qilamiz. Alloh taolodan bu kitobni dunyo va oxiratligimiz uchun foydali qilib berishini chin dilimizdan tilaymiz. 2010 yili Istanbul. Alloh xolisa endi kitobninki tekstiga o'tib ketamiz. Kitobninki biz 8 tomda güzel sifatlar ve faziletler bölümünü okuyatkan. Bu 9. bölümdü. Tekşi babının ahirini tamam okugandan keyin başka bab o'tamiz. Sahabelerden başka kişilerin faziletleri okuyamiz inşallah. Allah hammalarga paylı ilim ve güzel ahlak fazilet ato qilsin. Vesselamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.